Gohida hovlimizdagi krandan suv kelmay qolsa, yonginamizdagi qo'shnining ko'chadagi krandan suv tashirdik. Negadir shu krandan hech qachon suv to'xtamasdi. Yaqindan beri ust-boshi ajabtovurgina, lekin sal g'alatiroq bir yigit ham suvga qatnay boshladi. Har kuni ikkita chelak bilan ertalabdan kechgacha ko'chamizning boshidagi gaz suv do'koniga g'izillab qatnagan. Ba'zan bolalar uning orqasidan masxaralab tosh otishadi. Aytishlaricha uning aqli sal noqisroq ekan. Ba'zan navbatga turgan kezlari paqirning ichidan bir yarim birda non olib yeb, hammaning e'tiborini o'ziga tortadi. Bir kuni uylanib, bir necha yillardan beri befarzand o'tayotgan yigitlardan biri orqasidan navbatda turgan Abdullaga, uning ismi shunaqa edi, so'z qotdi. Menga qara, o'zi kun suv tashib charchamaysanmi? Dam olib shu nonni bir joyda o'tirib yesang bo'lmaydimi? Unga javoban Abdulla, qancha ko'p suv tashsam, shuncha ko'p pul olaman. Har paqirimga 100 so'mdan to'lashadi. Kuniga 3000 pul ishlayman. Ular juda yaxshi saxiy odamlar, dedi gaz suv do'koni tomonga ishora qilib. Oho, shuncha pulni nima qilasan bitta boshingga, dedi qo'shni yigit kulimsirab. Nimaga? Xotinim bor, o'g'lim bor. Ismi Asadbek. Ularni boqishim kerak, dedi Abdulla ko'zlari pirpirab. Hammaning ko'zi unga tikildi. Kechirasan uka. Allohim senga ota degan nomni loyiq ko'ribdi. Mendan ham ko'ra sen baxtliroq inson ekansan. Navbatimda senga bera qolay, dedi yigit ko'zlarida yosh halqalanib. Ha, hech kimni shu yo'ldan qismasin ekan. Duoga qo'l ochinglar odamlar. Xudoyim shu yigitni ham ota degan nomdan mosuvo qilmasin deb qo'ydim.